Bismillahirrohmanirrohim. Yaratganga hamdu sanolar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo suvni barcha mahluqotu, jonzotu, insoniyatu bor mavjudotlar uchun yaratgan. Suv bu obu hayot. Xalqimiz bezizga obu hayot demaydi. Va Xudoy taborak va taolo ham Qur'oni Karimda biz osmondan yomg'irni hisobli yog'dirib qo'ydik deya marhamat qiladi. Demak azizlar, bizning ichadigan ichimlik suvimiz yoki bo'lmasa iste'mol qiladigan barcha suvlarimizning ham o'z hisobi bor. Bu hisobi bor suv degani, demak buning ham o'lchovi, miqdori bor degani. Buni noo'rin ishlatsak, buni isrof qilsak, demak biz suv obu hayotdan mosuvo bo'lib qolish ehtimolimiz bor. Azizlar, hukumatimiz tarafidan, davlatimiz tarafidan olib borilgan go'zal islohotlarda har bir mahallaga ichimlik suvini yetkazib borish, quvurlar orqali xonadonlarga suv yetkazib borishlik siyosati go'zal tarzda amalga oshmoqda. Bugun suv yetib bormagan xonadon qolmadi desak ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Aksar mahallalarimiz, xonadonlarimiz ichimlik suv bilan ta'minlangan. Endi bu ta'minlangan ichimlik suvimiz albatta bu Allohning ne'mati, bizga yaratilgan imkoniyat. Bundan oqilona foydalanishlik har birimiz zimmamizda. Biz diniy tarafdan aytadigan bo'lsak, vojibimiz hisoblanadi. Ya'ni biz buni noo'rin ishlatsak, isrof qilsak, Xudoy taborak va taolo bizdan buni so'raydi va uning oqibati yaxshilikka olib kelmaydi. Aynan quvurlarda xonadonimizga kirib borgan suvlar haqida to'xtalib o'tsak, arzon suv. Bugun biz jo'mrakda ochib bu suvdan foydalanib ichmoqdamiz. Ba'zi bir davlatlarda ichimlik suvi muammo. Ular ichishga suv topa olmayapti. Inson oziq ovqatsin bir necha kun yashashi mumkin, lekin ichimlik suv bo'lmasa, uning demak badani qurib qoladi, suvsiz hayot tugaydi degani bo'ladi. Hozir ham aytib o'tdik, bejizga suv obu hayot deb nomlanmadi. Hayot bu suv bilan birga bo'ladi. Buni to'g'ri, unumli foydalanib, to'g'ri iste'mol qilishimiz lozim bo'ladi. Aynan bugungi kunda xonadonlarimizda iste'mol qilayotgan quvur suvlarimizni biz dalalarga qo'yib, mana bu poliz ekinliklarimiz, yo bo'lmasa bir dehqonchilikni ishlatishimiz noto'g'ri ish hisoblanadi. Buni ichimlik uchun, xalqimiz foydalanishi uchun bizga yetkazib berilmoqda. Demak biz buni noo'rin ishlatdikmi, bu isrof bo'ladi. Bu gunoh bo'ladi, bu zulm bo'ladi. Qanaqa zulm deganda, ertaga o'sha ichimlik suvini to'xtab qolishiga sababchi bo'lib qolamiz. Va ba'zi xonadonlarimizda bo'lsa, o'sha ichimlik suvlarimizning jo'mraklari buzilib qolsa, bitta jo'mrak olib qo'yishni o'rniga uni biz oqizib qo'yamizki, suvlarimiz isrof bo'lmoqda. Azizlar, bunaqangi yomon illatlardan, yomon ishlardan qaytishimiz lozim bo'ladi. Har bir ne'matni shukrini qilish, uni unumni o'z o'rnida foydalanishlik bizning majburiyatimiz. Takror uqtiramiz. Ayniqsa yosh avlodga biz o'rgataylik suvni isrof qilmaslikka. Qarang, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bir rivoyat aytamiz. Sa'd roziyallohu anhu sahobalardan ulug' sahobiy tahorat qilib o'tirganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sa'd suvni isrof qilma dedilar. Shunda sahoba Sa'd roziyallohu anhu aytdilarki, Rasululloh, tahoratda ham suv isrof bo'ladimi? Biz poklik uchun, ibodat uchun tahorat qilib turibmiz deganda, tahoratda ham isrof bo'ladi. Agar chandiki oqib turgan daryoning qirg'og'ida bo'lsang ham suvni isrof qilma dedilar. Qarang, o'zi tahoratga nari borsa 1,5 litr suv ketadi. O'sha suvni ham tejab o'rnida ishlatishga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Sa'd ulug' sahobiga aytmoqdalar. Bu bizga xitob. Azizlar, hech bir o'rinda suvni noo'rin ishlatib isrof qilib bo'lmaydi. Isrof qilishlik Qur'oni Karimda mazammat qilingan, qaytarilgan va bizni buning oqibat yomonligidan ogohlantirilgan gunohi kabiralardan biri hisoblanadi. Xo'p, iste'mol qildik, isrof qilmadik, quvurda suv oqib kelib turibdi. Bebinnat foydalanyapmiz, cho'milyapmiz, kirimizni yuyapmiz, ovqatimizga ishlatyapmiz, chorvamizga beryapmiz. Xo'p, buni biz isrof qilmadik, o'rnida ishlatdik. Endi buni pulini to'lashchi. Azizlar, bu o'z-o'zidan oqib kelayotgani yo'q. Buni haqqini ado qilib borish, o'z vaqtida to'lovini qilib borish ham zimmamizda. Zero birovning haqqiga tajovuz qilishlik, ko'pchilikning haqqiga tajovuz qilishlik ayniqsa. Bu oqib turgan quvurdagi suvlarimiz butun bir o'zbek xalqining haqqi bu. Buni haqqini to'lamaydigan bo'lsak, biz qiyomatdan so'ralamiz, dunyoda ham javobgarligimiz tayin hisoblanadi. Alloh hammamizga tavfiq bersin. Bu suvlarimizni isrof qilmasdan, noo'rin ishlatmasdan, haqqini ado qilmasdan gunohkor, osiy bo'lib qolmaylik. Yoshlarimizga yomonlik tarafdan ibrat bo'lib qolmaylik. Ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlodni har bir ne'matning iste'moliga madaniyatli qilib tarbiyalashligimiz va albatta shuning ichida eng keragi bo'lgan badanimizni 70-80% oshig'i suvdan iborat. Suv bo'lmasa hayotimiz, demak bizning oxirlab qoladi degani, hayotimiz tugaydi degani bo'ladi. O'sha suvni iste'molida, uni ishlatishda, uni haqqini to'lashda go'zal tarbiya beraylikki, bizdan keyingi avlodlar ham buni qadriga yetsin va uzoq vaqtlar xalqimiz ichimlik suvidan go'zal foydalansin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin.
Alloh subhanahu va taolo barcha ne'matlarni, xosatan bebaho ne'mat bo'lgan ichimlik suvlarimizni davomli qilsin, barakali qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.